Assalomu alaykum barchaga. Men ismim Muniraxon. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz Xitoy tilini qanday qilib noldan muloqot darajasigacha chiqishni o'rganib olasiz va buning uchun 3 tagina qadam bor. Video oxirida sizda tayyor strategiya bo'ladi va uni qo'llasangiz bo'ldi. Ishingiz 5. Bu video aynan kimlar uchun mo'ljallangan? Birinchisi xitoyliklar bilan ishlaydiganlar uchun. Ya'ni O'zbekistonda juda ham ko'p xitoylik investor, biznesmenlar, fabrika, zavod, sexlar ochmoqda va xitoy tilini biladigan mutaxassislar talabi ortib bormoqda. Juda ham ko'p xitoylik kompaniyada ishlaydigan mutaxassislar xitoy tilini o'rganaman, razgovor darajasiga chiqaman degan maqsad bilan meni yonimga kelishadi. Agar siz ham xitoy kompaniyalarida ishlasangiz, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Bitta case aytib bermoqchi edim. O'zim avtosalonda ishlaganimda o'sha sotuv bo'limi rahbari ham yaxshi oylikda ishlaydi. Bo'lmasa xitoy tilini o'rganishni boshlagan va nimaga xitoy tilini o'rganyapsiz deb aytganimda, bizni xitoylik rahbarimiz agar xitoy tilini bilsang, men senga shu avtosalonni tashlab ketaman. Ya'ni 1-2 yildan keyin Xitoyga ketganimdan keyin sen o'zing boshqarib, nazorat qilasan, daromadi ham senga bo'ladi, qanchadir foizi deb motivatsiya bergan ekan. Bu o'sha sotuv bo'limi rahbari ham yoshi katta bo'lishiga qaramasdan xitoy tilini noldan o'rganib, o'sha razgovor darajasigacha o'rganishni boshlagan. Balkim siz uchun ham bu qandaydir motivatsiya bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, Xitoy bilan biznes qilayotgan yoki biznes qilishni boshlamoqchi bo'lganlar uchun. Masalan, siz Xitoydan tovar zakaz qilasiz va WeChat yoki Taobao yoki Pinduoduo orqali xitoyliklar bilan gaplashib, uni O'zbekistonga olib kelib sotasiz. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanday qilib qisqa vaqt davomida xitoy tilini noldan boshlab, xitoyliklar bilan bemalol gaplashib, ular bilan WeChat orqali muloqot qilishni o'rganib olasiz. Uchinchisi, faqat og'zaki xitoy tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun. O'quvchilarimiz orasida juda ham ko'p shunaqa talabgorlar bor. Faqatgina og'zakini o'rgating, faqatgina xitoyliklar bilan gaplashsam bo'ldi. Menga hierogliflar kerak emas, menga hech qanaqa sertifikat yoki o'qishga, institutga harakat kerak emas, faqatgina gaplashsam bo'ldi deydigan talabgorlar juda ham ko'p. Aynan siz ham shunday bo'lsangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Ana endi keling, o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib ketaman. Men ismim Muniraxon. Xitoy tilini Davlat jahon tillari universitetida o'rganganman. U yerni grant asosida o'qib bitirib, 1 yillik Xitoy universitetiga grant yutib, u yerda ham o'z kvalifikatsiyamni oshirganman. 3 yildan beri tarjimonlik qilib, Xitoy kompaniyalarida ish faoliyatimni yuritganman. Bundan tashqari, xitoyliklarga rus va ingliz tilidan dars berib, o'zbek do'stlarimizga ham xitoy tilini o'rgatganman. O'quvchilarimiz soni 200 dan ortiq desam ham bo'ladi va hozirda onlayn maktabga asos solganman. Instagramda va boshqa YouTube, Telegram kanallarida Monilingo sahifasini yuritaman. U yerda ham 50 mingdan oshiq obunachilarimiz bor. Xitoy tilini u yerda barcha lifehacklar, har xil qoidalar, qiziqarli so'zlar va Xitoy haqida ma'lumot beraman. Xitoy tili menga juda ham ko'p har xil imkoniyatlar ochib berdi. Masalan, xitoy tilini bilganim uchun biznes hamkorlar bilan biznes boshlash yokida masalan moliyaviy erkinlik desak ham bo'ladi. Oyiga kamida $2000 faqatgina xitoy tilini ishlatib topa olaman. Keling endi vaqtni yo'qotmaymiz. Samarali, eng effektiv, sizni xitoy tilini noldan muloqot darajasigacha olib chiqadigan 3 ta yillar davomida sinalgan qadamlarni ko'rsataman. Birinchi qadam bu xitoy tili o'zi qanday til ekanligini bilib olish. Juda ham ko'pchilik xato o'ylaydi. Xitoy tilida faqatgina hierogliflar bor va bu juda ham qiyin deb o'ylashadi. Aslida esa xitoy tilida lotin harflari ham bor. Ha, biz o'sha bilgan, bizga begona bo'lmagan lotin harflari. U bilan bizning ishimiz ancha osonlashadi va xitoyliklar ham xitoy tilidagi talaffuzni oson o'rganish uchun aynan shunday tizimni yaratishgan. Pinyin, ya'ni xitoy so'zlarini lotin harflarida yozish va o'qish tizimi. Masalan, rasmda hieroglifni ko'rasiz. Bu yerda mama hierogliflarda yozilgan, lekin siz hierogliflarni bilmaysiz, ammo pinyin bo'lgani sababli siz uni bemalol o'qiy olasiz, chunki lotin harflarida yozilgan. Yana so'zlarni ko'rib chiqamiz. Ni hao, salom degani, xie, rahmat. Pinyin yordamida siz so'zlarni to'g'ri talaffuz qilasiz, chunki lotin harflariga o'qilishi juda ham o'xshab ketadi. Ba'zilarida istisnolar bor, lekin har bitta o'zbek odam menimcha o'sha hierogliflarni to'g'ri o'qiy oladi agar pinyinni to'g'ri o'rgansa.
Keyingisi klaviaturada xitoycha yoza olasiz. Eng katta xatolardan bittasi bu xitoyliklar alohida o'zini hierogliflardan iborat bo'lgan klaviaturasi bor deb o'ylashadi, lekin bunday emas. Ularda ham lotin harflarida, o'sha klaviaturasida faqatgina uni Xitoy klaviaturasini yozdirib olsangiz, lotin harflarini o'sha pinyin yozsangiz, sizga hierogliflarni beradi va o'sha to'g'ri hieroglifni tanlab yozsangiz bo'ladi. Keyingisi esa hierogliflarsiz gaplasha olasiz. Juda ham ko'p Uyg'urlar, qozoqlar, masalan, o'sha Xitoyda yashaydiganlar, ular Xitoy tilini hierogliflarsiz o'rganishgan. Ya'ni faqat eshitishadi, faqat gaplashishadi. Ularga hierogliflar shart emas, faqatgina muloqot uchun bo'ladigan bo'lsa. Agar siz umuman hierogliflarni o'rganmayman deb o'zingizga qasam bergan bo'lsangiz, unda bemalol Xitoy tilini o'rgansangiz bo'ladi, gaplashingiz bo'ladi, hierogliflarsiz ham. Ya'ni biz birinchi qadamimizda Xitoy tili o'zi qanday til ekanligini bilib olishimiz kerak va nimadan iboratligini. Qisqacha aytib o'tdim. Bundan tashqari yana Xitoy tilida tonlar bor, ya'ni ohanglar, bu ovozingiz o'zgarishi va eshitgan bo'lsangiz kerak. Xitoy tilida agar siz har xil tonda gapiradigan bo'lsangiz, so'zning ma'nosi, hierogliflar ham o'zgaradi. Masalan, ma so'zini olsak, ma bo'g'inini olamiz va 4 xil tonda turli ma'noga ega bo'ladi. Agar siz birinchi tonda ma deb aytadigan bo'lsangiz, bu ona tarjimasiga ega so'z. Ma bo'lsa kanob, ya'ni ovozimni tepaga ko'tardim, ikkinchi tonda gapirdim. Ma, kanob. Uchinchisi ma, ovozim pastga, ya'ni tepaga ketyapti. Ma. Uchinchi tonda ot degani. Ma bo'lsa so'kmoq. Ma. Xitoy tilida 4 xil ma'no, 4 xil hieroglif. Keling sizlar bilan shu ma bo'g'ini orqali gap yasab ko'ramiz. Masalan, oyi otni urishmoqda. Mama. Bilamiz, ma urishmoq, so'kmoq, ma ot. Mama. Siz ham qaytarib ko'ring, juda ham qiziqarli, to'g'rimi? Ikkinchi qadam asosiy bazaviy grammatikani o'rganish. Juda ham ko'pchilik o'ylashadi, Xitoy tilini grammatikasini o'rganish uchun yillar davomida o'rganishim kerak, har xil konstruksiyalarni bilib olishim kerak, lekin unday emas. Bazaviy grammatikani siz bir oy vaqt sarflab ham o'rganib olasiz. Gaplar tuzilishi, fe'llarning qo'llanilishi, har xil qoidalar, ya'ni Xitoy tilida grammatika juda ham o'zi logikali va sodda va o'sha qonunlarini, qoidalarini yodlab olsangiz, ularga amal qilib gap tuzishni o'rganib olsangiz bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Agar biz Xitoy tili grammatikasini rus tili bilan yoki ingliz tili bilan solishtiradigan bo'lsak, Xitoy tili grammatikasi juda ham oson. Nimaga deysizmi? Chunki u yoqda fe'llarni o'zgarishi yo'q. Rus tiliga o'xshab padejlar, skloneniyalar, har bitta so'zdan keyin окончаниялар o'zgarishi, unaqa narsalar umuman yo'q. Bitta so'zmi faqat bitta o'zini formasi bor va undan boshqa o'zgarmaydi. O'shaning uchun faqatgina biz vaqt yoki holatni bildiruvchi so'z qo'shib, gapni, zamonlarni o'zgartirsak bas. Siz gap tuzilishini bilib olsangiz, hamma narsani ayta olasiz degani, faqatgina so'z borligingizni oshirib borsangiz bo'ldi. Narx so'rash, muddatni kelishish, buyurtma haqida gaplashish, bular hammasi oson, chunki o'zini shablonlari bor. Yillar davomida siz uchun yengillashtirilgan o'sha faqatgina sxema bo'yicha siz ularni yodlab olib, o'zingiz sohangizga qo'llaydigan bo'lsangiz bo'ldi. Va aynan o'sha bazaviy grammatikani yodlab olib, siz xitoyliklar bilan gaplashishni boshlasangiz, ular sizni tushunadi. Masalan, biz ham rus tilini biladigan xitoyliklar bilan gaplashganimizda ular ham juda ham ko'p xatolar qilishadi. Ba'zida qaysidir so'zni faqatgina начальный formasini ishlatishadi, bilasizlarmi? Masalan, ya kupить, ya вчера кушать в restorane, mana shunaqa deb gapirishadi, lekin biz ularni tushunamiz, chunki biz so'zni o'zini bilamiz va xitoyliklar ham sizni tushunishga harakat qilishadi. Ko'rishyapti sizni harakatingizni, ko'rishyapti siz xitoy tilini endi o'rganganingizni, o'shaning uchun sizni podдержка qilishadi. Bazaviy grammatikani o'rganganingizdan keyin, tonlarni o'rganganingizdan keyin, pinyin bilganingizdan keyin уже siz 3-qadamga yo'l qo'ysangiz bo'ladi. Va 3-qadam esa bu soha bo'yicha so'zlarni o'rganish. Masalan, logistikada alohida so'zlar bor, menejer verlar ishlatiladigan alohida so'zlar, savdo sohasiga oid terminologiya, leksika bor. Ularni siz yaxshilab o'rganib olishingiz kerak bo'ladi va o'sha savollaringizda, o'zingizning peripiskalaringizda, xitoylik bilan gaplashayotganda muloqotda ishlatsangiz bas.
Siz bu so'zlarni yodlab olib, xitoyliklar bilan aniq va tushunarli muloqot qila olasiz. Professional ko'rinasiz. Ya'ni siz o'sha terminlarni ishlatsangiz, sizni xitoyliklar "U xitoy tilisi zo'r ekan" deb o'ylashadi va sizga ham qaysidir joylarda sizga bu foyda beradi. Ushbu strategiyani siz o'zingiz ChatGPT orqali, YouTube darslari orqali yoki ustoz bilan bemalol qo'llab xitoy tilini noldan aynan biznes muloqotgacha chiqarsangiz bo'ladi yoki yanada vaqtingizni tejash uchun 2 oylik intensiv kursimizga yozilishni tavsiya qilib qolamiz. Chunki siz xitoy tilini noldan biznes muloqotgacha bemalol olib chiqa olasiz atigi 2 oyda. 2 oy davomida sizlarni nima kutmoqda? Qisqacha aytib o'taman. 16 ta jonli Zoom dars bo'ladi. U yerda 1 soatdan 3 soatlik interaktiv mashg'ulotlar, amaliy muloqot darslari, ya'ni siz real hayotiy vaziyatlardan o'sha qanday qilib gaplashishni, qanday qilib gaplar tuzishni barchasini tajribali ustozlarimizdan va mendan ham o'rganasiz. Vazifalarni tahlil qilish va xatolar ustida ishlash. Chunki bilamiz, agar siz o'zingiz o'rganadigan bo'lsangiz, baribir sizga ustozni feedback kerak bo'ladi. Qayerda to'g'ri gapirasiz, qayerda noto'g'ri gapirasiz. Chunki xitoy tilida boya aytib o'tganimizdek, agar toni boshqacha bo'ladigan bo'lsa, ma'nosi ham o'zgarib ketadi. Bundan tashqari, bizda har bitta o'quvchimiz uchun platformaga dostуп beriladi. U yerda 60 tadan oshiq video darsliklar bor. Xitoy tili grammatikasi, gap tuzish sxemalari, talaffuz asoslari barchasi sizga qulay bo'lgan platformada beriladi. Shaxsiy onlayn lug'at. Boya aytdik, har bitta soha uchun alohida so'zlari bor, termin leksikasi bor. Masalan, logistika, savdo deysizmi, biznes har xil muloqotda deysizmi, ularni yaxshilab yodlashingiz uchun biz siz uchun har xil o'yin tarzida yodlatadigan platformaga dostуп beramiz va u yerda ham siz yangi siz uchun umuman begona bo'lgan so'zlarni tez va oson o'rgana olasiz. Chunki bizni sistemamizda aynan shunaqa rasm, video, audio orqali barcha miyani funksiyalarini aynan eslab qolish funksiyalarini yoqadigan o'yinlar bilan sizni qiziqtirib xitoy tilini o'rgatamiz. Keyingisi esa albatta bu xitoylik ustozimiz bilan praktika darslari bo'lib o'tadi. 60 tadan oshiq PDF qo'llanma, siz uni kursni tugagandan keyin ham bemalol ochib, takrorlab, shpargalka sifatida xitoyliklar bilan gaplashayotganda ishlatsangiz bo'ladi. Sohangizga oid 400 taga yaqin so'zlarni o'rganasiz. Ya'ni grammatikadan tashqari, oddiy, kundalik hayotda ishlatiladigan so'zlardan tashqari siz aynan sizni sohangizga oid bo'lgan terminologiya, o'sha so'zlarni o'rganasiz. 400 tadan oshiq. Biznesmenlar uchun ajoyib networking. Bu kursimizda asosan biznesmenlar yoki biznesini endi boshlamoqchi bo'lganlar, xitoyliklar bilan ishlayotgan mutaxassislar qatnashishadi va juda ham ko'p networking qilishadi, yangi tanishuvlar olishadi, yangi imkoniyatlar ochishadi va agar sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, video ostidagi linkka bosing va ro'yxatdan o'ting. Sizni ham intensiv kursimizni kutib qolamiz. Bundan tashqari yanada foydali videolarni ko'rish uchun YouTube kanalimga ham obuna bo'ling. Darslarda ko'rishguncha, bye bye.